Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana akalar pravalarni olishdi. Hozir o'zlaridan ham bir so'rab bilamiz. Qani. Assalomu alaykum, bir o'zingizni tanishtiringchi. Men Xudoyqulov Melis, O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyat Jondor tumanidan. Ekzamenlar qanday o'tdi? Hammasi cho'tka bo'ldi. Pravani bir kunda oldingiz. Albatta. Ha, vajdiyalar ham zo'r bo'ldi. Ha. Hammasi. Rahmat sizga, ishonch. Kattakon ishlaringizga omad. Assalomu alaykum hammaga. Biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan bo'lamiz. Ismim Hasan. Pravalarni oldik, xudo. Ekzamenlar qanday bo'ldi? Ekzamenlar zo'r bo'ldi aka, hammasi chotki. Vajdiyalarga ham yordam bo'ldi. Zo'r aka, hammasi yaxshi, yordam zo'r bo'ldi. Rahmat sizga, ishonch uchun omadingizni bersin. Qani bir o'zingizni tanishtiringchi. Assalomu alaykum gruppadagilar, kanaldagilar. Men Samarqand viloyati Urgut tumanidanman. Ismim Eldor. Hammaga tavsiya qilaman olishdi. Ekzamenlar qanday o'tdi? Ekzamenlar cho'tka bo'ladi. Bir kunda oldingiz pravani. Bir kunda oldik. Nimalar yordamlar hammasi joyida. Rahmat sizga. Ishonch uchun mayli omad ishlaringizga. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani. Ismingizni ayting. Ismim Qo'ziyev Elbekjon. Ekzamenlar qanday o'tdi? Ekzamenlar вообще udar bo'ldi. Vajdiyalar ham cho'tka bo'ldi. Вообще cho'tka bo'ldi. Bir kunda pravani oldik. Bir kunga pravani oldik, mana endi qaytyapmiz Magadanga. Rahmat. Qaraysiz aka, qayerdan keldingizlar? Magadandan keldim, Magadandan. Qaytib ketaman yana bugun. Magadandan kelib pravani olib ketishyapti. Rahmat sizga. Bir o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Quvat tumanidan Murodov Jonibek bo'laman. Ekzamenlar qanday o'tdi? Ekzamenlar yaxshi, zo'r. Bir kunda pravani oldingiz. Bir kunda oldik. O'zingiz aytingda, qayerdan keldingiz? Kalingraddan. Kalingraddan kelib, mana bir kunda ekzamenlarni pravani oldilar. Rahmat sizga ishonch uchun. Ishlaringizga omad. Xo'p, Bahriddin bek. Bir o'zingizni tanishtiringchi. Assalomu alaykum hammaga. Men Xidirov Bahriddin, Tojikistondanman. Shu YouTubedan Azam akani nimalarini ko'rib prava olishga kelgandim. Rahmat. Ishonchli oldik pravani bir kunda. Ekzamenlar qanday o'tdi? Yaxshi, hammasiga yordam berdi. Rahmat. Siz qayerdan keldingiz? Endi o'zingiz ayting. Men Kazandan keldim. Mana Kazandan kelib, mana ekzamendan o'tib, bir kunda prava olib qaytishyapti. Rahmat sizga, ishonch uchun ishlaringizga omad. Tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bizlar mana shu YouTubedan ko'rib 2 yildan beri men Azam aka bilan salomatlik qilib, mana shuni gaplashib, Ekzamenlar qanday o'tdi aka? Ekzamenlar vaqtim zo'r bo'ldi. Ajdaniyalar hammasi zo'r. Mana bir kunda mana pravani olib, mana nasib bo'lsa uyga qarab, xonaga qarab ketyapmiz. Qayerdan keldingiz aka? Endi ayting. Bizlar Veliki Novgoroddan keldik. Veliki Novgoroddan kelishib, bir kunda ekzamendan o'tib, pravani olib qaytishdi. Aka, rahmat sizga, ishonch uchun ishlaringizga omad. Sizga katta rahmat. Mayli aka. Assalomu alaykum hammaga. Azam akani obunachilari. Surxondaryodanman men. Mana shu Azam akani YouTube kanallaridan ko'rib, mana ishonchli hamma pravalarni oldik. Hammasiga yordam bo'ldi. Bir kunda oldingiz pravani. Bir kunda oldik. Vajinalar qanday bo'ldi? Yaxshi bo'ldi, hammasiga yordam berdi. Boshida qo'rquv bor edi, yo'q. O'zlari yordam berib, mana bir kunda olib nasib etyapmiz. Rahmat sizga, ishonch uchun ishlaringizga omad kelgusi. Ana Iskandar aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bizlar bugun pravani nasib bo'lsa qo'lga oldik. Xudo xolasa, mana yigitlarga hammasiga omad tilaymiz. Rahmat sizga ham kattakon, obunachilarga ham tavsiya qilib qolamiz. Mana shunday kelib Azamjon bilan birgalikda ishlab, mana shu hamma xursand. Nasib bo'lsa bugun hamma pravani oldi. Rahmat sizga, omad sizga. Rahmat sizga aka. Assalomu alaykum. Men Namangan tumani To'raqo'rg'on rayonidanman. Ekzamenlar qanday o'tdi aka? Juda cho'tki. Bir kunda oldingiz pravani aka. Oldim pravani. Mayli aka, rahmat sizga. Rahmat sizga aka, ishonch uchun. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Men Surxondaryo viloyati Oltisoy tumanidanman. Imtihonlar yaxshi bo'ldi, yaxshi tashkillashtirilgan, vajdiyalar ham yaxshi tashkillashtirib, bir kunda pravalarni olib, mana shu Azimjon aka bilan bir kunda olib ketyapmiz mana. Rahmat aka, ishonch uchun sizga ham. Ishingizga omad kelgusi. Ana aka. Assalomu alaykum. Ahli o'zbekistonliklar, musofirda yurganlar. Mana bugun Azamjon akaga biz o'zingizni bir tanishtiring aka. Men To'raxonov Ural Mingboyevich, Surxondaryo viloyati Uzun tumanidanman, O'zbekiston.
Azamjon akaga gruppasiga a'zo bo'lib, bugun mana pravolarni oldik. Rahmat. Egzaminlar qanday o'tdi aka? Juda yaxshi bo'ldi. Yordam bo'ldi 100%. Bir kunda pravo Bir oldingiz. kunda pravoni oldik. Rahmat aka, ishonch uchun sizga qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Assalomu O'zingizni alaykum. tanishtiring bir. Men Hidiy Salohiddin Tojikistondanman. Mana pravalarni olib bir kunda olib qaytyapmiz. Ekzaminlar hammasi zo'r joyida, yordamlar zo'r. Rahmat sizga ishonch uchun. Xo'p, Baxtiyorbek qani? Keling. Assalomu alaykum. Tanishtiring, o'zingizni tanishtiring bir. Men Xorazmdan, ismim Baxtiyor. Ekzaminlar qanday o'tdi? Ekzamin chotki. Bir kunda pravoni oldingiz. Bir kunda pravani oldik. Rahmat sizga ishonch uchun. Mayli, rahmat hamma ishlariga omad, akalarni. Qani yana bir qo'l ko'taramiz. Mana akalar ko'rganingizdek bir kunda pravo olishda hammasi chotki zo'r, realni biz bilan tez va oson pravo olishingiz. Ishonch bildirgan shu akalarga kattakon rahmat. Kelgusi ishlariga omad, texnikalarni gaziga bosib, chotki ishlashib, zakkon soqqanni bosishsin. Mayli akalar, sog' bo'lasizlar. Agar pravo kerak bo'lsa, pastdagi WhatsApp, Telegram nomeriga. Omon bo'ling.